Siz yashagan birinchi makon onangizning qorni edi. Tegingan ilk tanangiz onangizning tanasi edi. Hidlagan ilk iforingiz onangizning ifori edi. Yegan ilk luqmangiz onangizning suti edi. Uxlagan ilk yotog'ingiz onangizning oyoqlari edi. Tinglagan birinchi kuyingiz onangizning allasi edi. O'qigan ilk kitob onangizning hikoyalari edi. Ilk o'qituvchingiz onangiz edi. İlk shifokoringiz onangiz edi. İlk do'stingiz onangiz edi. Qo'lingizdan ilk tutgan onangiz edi. Sizni o'zidan ham ko'proq yaxshi ko'rgan birinchi, balki yolg'iz onangiz edi. Aytishadiki, insonning hayotida birinchilar unutilmaydi. Ona hammamizning hayotimizda birinchidir va unutilmas. Bir odam o'lim vaqti Azroildan so'radi. O'lganda farishta yuboriladi. Inson tug'ilganda nega yuborilmaydi? O'lim farishtasi javob berdi. Onang bor-ku, onangiz hayot ekan qiymatini biling. Yo'qsa vafot etgandan keyin mendek sog'inasiz. Juda ham sog'inasiz.